otbozlar kengizar mana. Abdulla jem bilan jami jiyandi. Ko'pkarisi, 4 ta toy bor, realni 2 tonasi bor. Ana uloqlar bor. Takalar 60 kilo, 45 kilogacha. Eng balandi 60 kilo. Qolgani 58, 55, 45 gacha. Soat 11 da boshlaymiz. Yoshlarga ham bir 10 ta zot aytamiz, yosh bachalarga. O'zimizni uran yosh yigitlar qayerga bo'lsa ham kelsin, yosh yigitlarga zot aytlar 10 ta. Undan keyin ko'pkari boshlanadi. 4 ta toy bor, tona bor, uloqlar bor. Realni zotda telana hammasi. Hammalarni kutib qolamiz. 11 da boshlayveramiz, bittachilab. Salqin bo'lyapti, makinam. Bahor bo'lyapti, boshlayveramiz bittachilab. Assalomu alaykum, hurmatli ko'pkar musulmonlar, otbozlar. Xudo xolasa bugun Qamashi Past Arabdan Abdulla aka, Jamshid aka ustolarida ko'pkarsan zotlari. Xudo xolasa bugun soat 12 larga chiqadi. Mana toyi, tonasi. Mana uloqlari. Yemol piyanerga jar maydon chopiladi, yemol kelaverasizlar. Mana yerda toylari bor. Ko'rsataman. Toyi. 4 toy, tona, uloq, qolgani pul, taqimchoq taylanadi. Yemolga kelaverasizlar. Xohlasa piyanerga jar maydonda zo'r ko'pkari bo'ladi. Mana kelaverasizlar, xudo xolasa mehmonlarga qarab 5 ta qo'lga ham aytish mumkin. Ko'pkarimiz jipga chopiladi. Ahmet akalari. Necha kilo bo'ldi? Takasi? Eng kattasi 60 kilo ekan. Eng balandi 60. 45 ham bor. Mana to'r pochasi ham turibdi. 45 59 avramas 60 eng balandi 60.